Piyozga sut quying, shifokor sizga kerak bo'lmaydi. Mana nega ajdodlarimiz, buvilarimiz va bobolarimiz shifokorga kam borishgan. Chunki ular avloddan avlodga o'tgan, kamyob va ishonchli usuldan foydalangan. Buning uchun bizga piyoz kerak bo'ladi. Yaxshisi qizil piyoz, u kuchliroq ta'sirga ega. Piyozni halqa yoki kub shaklida to'g'raymiz. Qanday to'g'rashingiz muhim emas, o'zingizga qulay bo'lsa bo'ldi. So'ngra to'g'ralgan piyozni kichik idishga solamiz, ustidan shunday qilib sut quyamizki, piyoz to'liq qoplanishi kerak. Keyin idishni gazga qo'yib, sutni qaynaguncha isitamiz. Sut qaynagach, uni 2 soat damlaymiz. Damlangan sutni elakdan o'tkazib, stakanga quyamiz. Yaxshi ta'sir berish uchun 1 qoshiq tabiiy asal qo'shamiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Natijada biz o'pka tozalovchi, balg'am chiqaruvchi va immunitetni mustahkamlovchi eng yaxshi vositani olamiz. Videoni albatta saqlang, obuna bo'ling. Men sizga yana minglab foydali maslahatlar tayyorlaganman.